Salom shuncha vaqt xuddi berdingiz bizga katta rahmat. Sizni tanlaganimdan afsuslanmadim. Siz o'rgatgan pishiqlar hammasini sotuvga chiqardim. Hammalar rozimisilar? Napoleonlarni ham o'rganib, sotuvga uchirib chiqaradigan bo'lasiz. Darsni tugatib oldik. Darsimiz oxirida tort, osh, desertlarimiz, manti va korolevskiy napoleonlarimizni o'rgatdik. Hozir napoleonlarimizni orasini kesib ko'rsataman. Ovozini eshitasizlar. Buni sotuvga chiqarsanglar ham, uyda ham pishirsanglar. Mana tortlarimizning orasi, tort ichiga nima solish bu o'zini xohishidan kelib chiqib solinadi.